Hop, Veltron jamoamizdan Toshkentga tashrif buyurganmiz. Bugun 3-kun o'tadi. Hop, Aiba degan yangi brend chiqqan. Bu brendga bir 2 yil, 3 yil bo'ldi. Lekin biz deyarli bilmaysiz, o'shaning uchun batafsil ma'lumot o'qib Aiba miya bo'yicha bizga ma'lumot bering. Deyarli bir 70% odam bilmasa kerak shu Aiba miya borligini. Yo'q, 70% odam bilmaydi. Bu abrodilari Aiba miyani qanaqa afzallik taraflari bor? Necha yildan shu Aiba miyani ishlaysizlar? Hop, biz 2012-yildan beri ishlaymiz. Bu Landrenzo Group bo'lgan hozir. Landrenzo Group ichiga Aiba, Lavato, brendlari bor edi. Hop, Aiba zavodimizda hamma elektronikalarga plata ishlab chiqaradi. Tushunarli. 1970-yildan asos solingan zavod bu. Keyin o'zi. Boshida ishlab chiqarganda sambuferlar, kolonkalar, keyin elektronika taalluqli ko'p narsalar ishlab chiqargan. Keyin oxirida shu mana oxirgi yillarda elektronika gazli bloklarga ham ishlab chiqaradi. Demak, katta brend ekanda. Ha, katta zavod, juda ham katta. Mahsulotlari ham ko'p. Aiba asosan elektronika.